E'tirof biz yana Vijvaniga qaytdik. Mana bu biz hozir kreativdamiz. 5 4 3 2 Hoppa, mana bu endi Vijvaniga o'tib oldim. Xo'sh, o'tgangi qismda biz nimalar ko'rdik? Uy, zina. Biz keyingi qismlarda nima chiqaramiz dedik? Yangi uy quramiz dedik, to'g'rimi? Endi bizga topor va kerak bo'ladi. Ozgincha taxtalardan ovqat va bir stak, 2 stak. Xo'sh, mana buni eritib olamiz. Xo'sh, bizga yana nimalar kerak bo'ladi? Taxta ayniqsa ko'p kerak, ko'mir. Endi temirni hammasini kuydirib olamiz. Xo'sh, endi biz tushib uyimizni qurishni boshlaymiz. Xullas, mana shuncha, qaranglar, mana shuncha daraxt, bir stak va yana 2 dona daraxt chizib oldim. Xo'sh, endi biz yangi uy qurishda davom etamiz. Qani bo'lmasam, let's go. Wow, normal. Xo'sh, mana shu yerdan monetdan bitta uy qurib olsak, normal uy bo'ladi. Yo'q, shaxsan oldidan qurmaymiz, bo'lmaydi. Normal joydan mashinalar bilan quramiz. Qani bo'lmasam, let's go. Do'stlar, biz mana shuncha daraxt topdik. Bu normalni bizga yoqdi.